Rossiyada bo'lsangiz, bu videoni oxirigacha ko'rganingizdan keyin hech qanaqa sim karta blokirovka muammosi bo'lmaydi sizda. Biometriya bilan bog'liq bo'lgan muammoni hal qildik. Videoni oxirigacha diqqat bilan ko'ring va biometriyadan o'tganingizdan keyin Rossiyada sarson bo'lib yurgan yaqinlaringizga jo'natib, menga baspiska olib videoga bitta like bosish esingizdan chiqmasin. Ketdik. Demak, telefonimizdan biometriya приложениесini ochib olamiz. Продолжить o'tkazaveramiz. Bu yerga kelganda войти через госуслугini bosamiz. Bu oynaga kelgandan keyin bizga просто barmog'ingiz bilan ekranda yurgizing deyapti, robot emasligingizni isbotlang deyapti. Barmog'ingiz bilan просто shunaqa narsa chizamiz. Xohlagan narsangizni chishishingiz mumkin. 100 bo'lmagunga qadar davom ettirasiz. Mana 100 bo'ldi. Xo'p, 100 bo'lgandan keyin parol qo'yasiz приложениеga. Men просто nollar qo'yaman. Tezroq o'tishimiz uchun. Kod установлен. Avtorizatsiyaga keldik. Avtorizatsiya albatta через госуслуги kirasizlar. Login o'rniga yo telefon raqamingiz yoki singlisi olsa bo'ladi. Parolga обязательный parol. Parolingizni eslolmasangiz, tagida mana восстановить turibdi. Восстановitga bossangiz, telefoningizga kod keladi va yangi parol sozdat qilasiz. Shu bilan kirib ketasiz. Biz Vaytini bosamiz va yana telefonimizga parol keladi. Xo'p, telefonimizda разрешить so'rayapti. Разрешitni bosamiz. Bu yerda зарегистрировать bosamiz. Mana bu holatda ko'pchilik bunga bosib o'ryapti. Отсканировать загранпаспорт bu faqat grajdaninlar uchun. Bular temiysizlar, mana pastagisiga bosasizlar. Продолжить и дальше ketdi mana. Keyingi oynada mana bunaqa narsa chiqadi. Registratsiya упрощенный biometriya deydi. Mana yana ko'kka bosamiz. Yana разрешить bosamiz. Xo'p, mana сделайте селфи deyapti. Bu yerda mana yana ko'kka bosib turib, сделать селфini bosib, telefoningiz ham bunaqa chiqadi. Bunda ham разрешitni bosamiz. Yana bunaqa chiqadi. Hozir akamizni rasmga olamiz. Aka bu yoqqa o'tingchi. Selfie qilganingizdan keyin ekraningizda bunaqa mikrofon paydo bo'ladi va bu yerda zapis голоса degan joy chiqadi. Zapis голосani bosib turib, ekraningizda chiqqan raqamlarni tartibda aytib chiqasizlar. 0, 1, 2 deb turib 9 gacha, keyin teskarisiga, keyin aralashtirib. 3 ta etapdan iborat bo'ladi. Shu narsani qilsanglar o'tasizlar xudo xolasa, lekin bu bittada bo'lmaydi, juda ham qiyin. Tinch, sokin joy kerak. Adeniy xonaga kirib, tinch joyda qilish kerak. Yoningizda shum bo'lmasligi kerak. Ketdik. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Отправить голос bosamiz. Mana birinchi etapdan o'tdik. Akamni tabriklasanglar bo'ladi. Mana xudo xolasa o'tdi. Mana o'tganingizdan keyin mana поздравляем, зарегистрирован упрощенный biometriya deydi. Keyin na главныйga bosamiz. Mana ko'rib turganinglardek foto и голос hammasi yashil bo'ldi. Endi xuddi shu narsani mana profilga o'tib turib, mana bu yerda profilga bosib turib, standartni degan joydan xuddi shunaqa tartibda o'tishingiz kerak bo'ladi. Buni ham ko'rsatib o'tirmayman. Bir xil narsa, faqat boshqatdan o'tishingiz kerak bo'ladi. Mana зарегистрироваться yana shunaqa. Xolos shu tartibda qaytarasizlar. Standartnidan o'tganinglardan keyin ham bu yerda paydo bo'lmaydi, hayron bo'lmaysizlar. Госуслуги programmani ochamiz. O'sha yerda уже paydo bo'lgan bo'lishi kerak. Mana Госуслуги programmani ochganinglardan keyin mana ismingizga bosasizlar, mana galochka turibdi. Keyin mana bu qo'ng'iroqchaga bosganinglardan keyin bu yerda mana ikkita biometriya turibdi. Mana biometriya зарегистрирован bu birinchisi, mana ikkinchisi. Xuddi shunaqa holatda ikkita biometriyadan o'tganingizdan keyin Sberbank, boshqa banklarga borishingiz shart emas. Sim karta nomingizda bo'lsa, oldingi videoga qarab, sim kartalarni ham o'zingiz o'tkazib olsangiz bo'ladi.